parkovkaga mana bunaqa chizuvli parkovka bo'lar ekanda. И потом mana bu qog'ozni tashab ketar ekan. Прикинь, buni qanaqa qilib ishlatadi, kim biladi? Qaysi yo'l bo'lgan? 1 час 12. Уведомление qoldirib ketgan. Agar to'lamasa, shtrafga ketadi. Mana оформление bo'lyapti. Mana undan mana necha kartang bormi, katta raqaming bormi? To'layman men. Shunaqa bir super monopoliya yaratdiki, operatorlik ham bitta xo'jalik subyektida, ilova ham bitta operatorlik qo'lda. Shundoq chizib qo'yib, yana undan 12 ming so'm olish soatiga. Menimcha bu endi noinsoflik deb o'ylayman. Pulli parkovka tizimini yaratish bo'yicha nima xatolik qilish kerak bo'lsa, hamma xatoliklar qilindi-da. Amalda qilinayotgan ishlar tirbandlikni kamaytirish o'rniga tirbandlikni kuchaytirib yuboryapti-da, bilasizmi? Toshkent shahri markazida avtomashina to'xtatish narxi soatiga 12 ming so'mga yetdi. Pulli parkovkalarni tashkil etish va boshqarish huquqi esa Poytaxt Parking nomli kompaniyaga berilgan. Ushbu narx-navo va tizim ko'plab haydovchilar va jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lyapti. Qayd etish kerakki, ushbu narx-navo Markaziy Osiyodagi ko'plab shaharlardan yuqori hisoblanadi. Mutaxassislar esa ushbu tizim shahar infratuzilmasini yaxshilaydimi yoki aholiga moliyaviy yuk yuklaydimi degan savolga javob izlamoqda. 2024-yil noyabrda Toshkent shahri hokimligi poytaxt ko'chalarida pulli to'xtash joylarini boshqarish huquqini auksionga qo'yilishini e'lon qilgandi. Bunda barcha to'xtash joylari bir lot sifatida sotilishi, ijara muddati 3 yilni tashkil qilishi belgilangan. Dastlabki 2 yil ichida ijarachi avtoturargohlarni jihozlash, parkomatlar va harakatni tashkil etish vositalarini o'rnatish, shuningdek kommunikatsiya va aloqani amalga oshirish uchun kamida 5 million dollar sarmoya kiritish kerak bo'lgan. Bitta lot doirasida shaharning barcha tumanlarida jami 262,8 ming kvadrat metr maydonni ijaraga berish rejalashtirilgan. 86 ta uchastkaning umumiy uzunligi taxminan 111,6 kilometrni tashkil etdi. 2024-yil 25-noyabr kuni birinchi auksion o'tkazildi. Unda Balkomos 120 milliard so'mdan ortiq taklif bilan g'olib chiqadi. E-auksion ushbu auksion natijasi g'olib ijara shartnomasini belgilangan muddatda imzolamagani sababli bekor qilganini bildirgan. 17 dekabr kuni Toshkent shahri ko'chalarining 86 ta uchastkasida pulli avtoturargohlarni tashkil etish huquqi uchun o'tkazilgan takroriy auksion savdolarida salkam 63 milliard so'm boshlang'ich bahodan 10% ga kamroq taklif qilgan Street Park Systems kompaniyasi g'olib deb topildi. Ammo bu summa Balkomos va avvalgi savdolardagi ikkinchi ishtirokchi tomonidan taklif qilingan summadan deyarli 2 barobar kamroqni tashkil etgan. Iqtisodchi Otabek Bakirov buni yo'q joydan parkovka monopolisti yasaldi deb izohlaydi. Bunga sabab qilib poytaxtdagi 50 dan ortiq eng gavjum va likvidli ko'chalar bitta lotda savdoga chiqarilganini keltiradi. Ya'ni g'olib bitta ko'cha yoki mavzedagi ko'chalarni emas, butun shaharni qo'lga kiritadi. Yakka lotni o'nlab lotlarga ajratish va talabgorlar ko'paytirish hisobiga huquqlarni 120 milliard so'm emas, balki 500 milliard so'mga sotish mumkin bo'lardi. Toshkent shahrida pulli parkovka zonalari tashkil etiladigan ko'chalarda bitta lot bilan emas, bir necha lot bilan taqdim etilishi va har bir lot bo'yicha alohida auksion o'tkazilishi va bu auksionlarda turli g'oliblar aniqlanishi to'g'ri bo'lardi deb hisoblayman. Hali ham shu fikrdaman. Birinchi e'lon qilingan auksionda ham Toshkentdagi hamma asosiy ko'chalar, agar adashmasam, bir 50 tadan ortiq ko'cha edi. Bir 100 ga yaqin zona, o'sha bitta ko'chaning zonalari bittada lotda auksionga qo'yilgan parkovka tashkil qilish bo'yicha va mayli bu xato qilindi ham deylik. Ya'ni biz bir necha lotdagi auksionda shaharda raqobat muhitini va narxlarda barqarorligini ta'minlashga imkoniyat beradigan bir necha lotimiz bitta lot ham qildik deylik. Ikkinchi xato shundan iborat bo'ldiki, birinchi auksionda natijalari bekor qilindi. Ya'ni o'ta qimmat darajaga, u men o'yladim undan ham kattaroq darajaga chiqadi. Agar adashmasam shu 120 milliard atrofidagi narxga chiqdi-da. Endi men tasavvur qildim, agarda 3 ta lotga bo'ladigan bo'lsak, 3 ta lotda bir aytaylik, bir 20 tadan 30 tadan turli ko'chalar kesishadigan ko'chalarda alohida lot qilib beriladigan bo'lsa, davlat shundan bir taxminan 500 milliardcha pul tushirsa bo'ladi, raqobatni tashkil qilgan holatda deb o'ylagandim. Endi 120 ham har tugul yomon emasdek ko'rsatkich bo'ldi. Oradan bir agar adashmasam bir hafta o'tdi yoki o'tmadi, bu auksion natijalari bekor qilindi.
O'zbekistonda ma'lum bir auksion bekor qilinsa, o'sha auksionda ikkinchi narxda berilgan zaxira g'olibi bor. Aytaylik, 118 milliardda to'xtagan zaxira g'olibi bor. U g'olib deb e'lon qilinishi kerak-da. Shunaqa bo'ldiki, hattoki zaxira g'olib kim bo'lganini ham aytilmadi. U nima uchun bosh tortgani ham nima bo'lmadi. Ya'ni g'olib ham bosh tortdi. Uni zaxira g'olibi, noma'lum bo'lgan zaxira g'olibi ham shu auksionda o'zini huquqidan foydalanishdan bosh tortdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, agar adashmasam 2 hafta, 3 hafta o'tmay yana bitta ikkinchi auksion bo'ldi va taxminan 2 barobar 60 milliard atrofidagi summa bilan hozirgi mana auksionlarda g'olibi deb e'lon qilingan va parkovkalar tashkil qilayotgan kompaniya g'olib deb e'lon qilindi va u taxminan 2 barobar kamroq summada g'olib bo'ldi-da. Biz haligacha bilmaymiz kimlar ishtirok etdi bu yerda. U ishtirok etganlarda o'zlari afillagani mavjudmidi, yo'qmidi? Ular hali sparring raqiblarmidi yo haqiqatan ham yutishni reja qilib kirgan raqiblarmidi? Nima sababdan bu auksionda avvalgi auksionda ishtirok etganlar ishtirok etmadi? Shu savollarga ham javob beraman. Dekabr oyida shuningdek Toshkentdagi avtoturargohlarning yagona axborot tizimini ishlab chiqish bo'yicha tender ham o'tkazilgan va unda qariyb 7.6 milliard so'mlik taklif bilan yana Street Park Systems MSJ g'olib bo'lgan. Iqtisodchi Otabek Bakirov mazkur qadam pulli parkovka tashkil etish tizimiga boshqa begona raqobatchi kirmasligini ta'minlashi, yangi o'yinchilar kirgan taqdirda ham axborot tizimi va yirik operator bilan kelishiga to'g'ri keladi deb hisoblaydi. Xuddi o'sha auksion ham narigi auksionda g'olibi bo'ldi-da. Ya'ni shunaqa bir super monopoliya yaratdiki, operatorlik ham bitta xo'jalik subyektida. Unga boshqarishga imkoniyat beradigan, ya'ni to'lov, boshqa imkoniyatlar taqdim etadigan ilova ham bitta operatorning qo'lida bo'ldi. Ya'ni pulli parkovka tizimini yaratish bo'yicha nima xatolik qilish kerak bo'lsa, hamma xatoliklar qilindi-da. 8-maydan Toshkentda pulli avtoturargohlar joriy etildi. Undagi tariflar soatiga 5000 dan 12000 so'mgacha. Parkomatlar shaharning asosiy magistral ko'chalaridan boshlab o'rnatila boshlandi. Amir Temur xiyoboni, Sayilgoh, Shota Rustaveli, Navoiy, Buyuk Ipak yo'li va boshqa ko'chalarda parkomatsiz to'xtash mumkin emas. Ba'zilari ishlayotgan bo'lsa, boshqalari butunlay ishlamaydi. Yana boshqalarda QR kodlar tugal emas. To'lov tizimida nosozliklar kuzatilmoqda. Baribir to'lov talab qilinadi. Poytaxt parking rasmiy saytida yozilishicha, pullik to'xtash tizimi markazda avtoharakatni kamaytirish, ko'chalarni kengaytirish va shaharga tartib kiritish uchun joriy qilingan. Huquqshunoslar bu holatni davlat moliyaviy boshqaruvining shaffofligi bilan bog'lab, oshkoralik yetishmasligini ta'kidlashmoqda. Bunday shartnomalar ochiq tanlovsiz amalga oshirilsa, bu shubhali xususiylashtirish bo'lib, jamoat manfaatlariga ziddir, deydi huquqshunos Kamron Karimov. Uning so'zlariga ko'ra, shahar infratuzilmasiga oid barcha tuzilmalarda aholi manfaatini birinchi o'ringa qo'yish kerak. Jurnalist Tolib Rahmatovga ko'ra, pulli avtoturargohlar gavjum ko'chalardagi tirbandliklarni yanada kuchaytirmoqda. Bu narsa juda ham apil-tapil, shoshma-shosharlik bilan chuqur o'ylanmasdan qilindi deb o'ylayman. Nimaga? Birinchidan, hali shaharni ichida infratuzilmalar o'zi tayyor emas. Pullik parkovka qilinadigan bo'lsa, uni belgilangan narxi qayerdan olindi? Tasavvur qiling, 5 kunlik ish kuni va hech bo'lmaganda ertalab soat 9 da kelib, kechqurun 6 da 7 da ketadigan inson uchun ham bu 9 soat, 10 soat vaqt bo'ladi. 12 mingdan 120 ming so'm, 5 kunda 600 ming so'm va 4 hafta 24-25 kun bo'ladigan bo'lsa, endi hisoblab olavering, 2,5 million so'm atrofida faqat o'sha avtomobil turargoh, parkovka uchun pul to'lash kerak bo'ladi. Narx-navosini keskin, jiddiy tarzda va pasaytirish tomon ko'rib chiqish kerak deb o'ylayman. Siz bilan bizni maoshimizdan olib qolinayotgan daromad solig'i evaziga asfalt qurilyapti. Asfalt yotqizilyapti. Bu faqat yo'lovchilar uchun yoki piyodalar uchun yoki shu atrofda yashovchilar uchun emas. Kechirasiz, o'sha haydovchi ham daromadidan soliq to'layapti. U o'sha benzin quygan benzinidan soliq to'layapti. Uni ham bizlar mana konstitutsiyamizda ta'kidlab qo'yilgan ijtimoiy davlat deb, demak, hamma mana shu davlatda yaratilgan shart-sharoitdan teng foydalanishga haqqimiz bor. Ya'ni haydovchining ham o'zini haqqi bor. Foydalanishga haqqi bor. U ishlatayotgan benzinidan ekologiyaga ham, boshqasiga ham soliq to'lanyapti. Daromad solig'idan qolaversa ishlayotgan bo'lsa, soliq to'layapti. Tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, soliq to'layapti. O'shandan asfalt qilyapti-yu, shundoq chizib qo'yib, yana undan 12 ming so'm olish soatiga. Menimcha bu endi noinsoflik deb o'ylayman, to'g'risi gapda. Qolaversa, ana avtomobil haydayapsiz, yo'lda shundoq bir kishi kelyapti-da, toraytirib
chizib qo'yyapti va ikki qatorda kelayotgan odam dabdurustdan mana ikkita qatorda haydab kelyapti bemalol va dabdurustdan bir qatorga o'tishga majbur bo'lyapti. Bu sun'iy ravishda tirbandlikni hosil qilishga olib kelyapti. Davlat rahbari juda ko'p gapiryapti chiqishlarida, ayniqsa o'sha mana shu Toshkent shahardagi infratuzilmalar borasidagi chiqishlarida tirbandliklarni yo'qotgin, tirbandlikda 20 minut qolib ketdim deb ham gapirdi. Topshiriq ham berdi. Lekin amalda qilinayotgan ishlar tirbandlikni kamaytirish o'rniga tirbandlikni kuchaytirib yuboryapti-da, bilasizmi? Parkovkalarda nazorat olib boruvchi xodimlar orasida nogironligi bo'lgan shaxslar ishga joylashtirilgani ham ko'plab bahslarni keltirib chiqardi. Ayrim haydovchilar buni hayrat bilan qabul qilmoqda. Ularga biron narsa tushuntirib bo'lmaydi. Na tushunishadi, na javob berishadi. Shikoyatingizni eshitishmaydi ham. Bu holatga poytaxt parkingining munosabati aniq emas. Ular buni nogironligi bo'lgan shaxslarga mehr ko'rsatish sifatida baholashi mumkin. Ammo nogironligi bo'lgan shaxslarni aynan aholi e'tirozini to'playdigan lavozimlarga joylashtirish g'oyasi jamoatchilik bilan muloqotni cheklash va mas'uliyatdan qochish sifatida ham talqin qilinishi mumkin. Shaharsozlik mutaxassislari esa pullik parkovkalar to'g'ri tashkil etilsa, avtoharakatni tartibga solishi mumkinligini tan oladi. Ammo buning uchun odil va teng imkoniyat yaratilishi, to'lov infratuzilmasi ishlashi va tushumlar shaffof taqsimlanishi, eng muhimi narxlar bozorga mos va aholi yukini oshirmaydigan darajada bo'lishi kerak. Pullik parkovkalar tizimiga aslida men juda ijobiy baholayman, chunki bu shahar uchun ancha yillardan beri qilinishi kerak bo'lgan ishlar sirasiga kiritaman. Chunki bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, shaharlarning ko'pincha masalan tirbandlik deymiz yoki ko'chalarning tartibsiz holatini ko'ramiz va aksar holatda buning yagona yechimi aynan ko'chalarda tekin mashina qo'yish mumkin bo'lgan hududlarning borligi, ya'ni aynan pulli parkovka qilingan hududlarda tartib anchayin o'z holiga, tartib ancha yaxshi holatga kelgan va o'ylaymanki u qilinayotgan ishlari ham ozmi ko'pmi kamchiliklardan so'ng bir necha yilda o'z joyiga tushadi va shahardagi ma'lum bir muammolar aynan mana shu pullik parkovkalar bilan yechiladi. O'zi umuman olganda tartibli, qulay shaharlar aynan mana shunday qarorlar ortidan kelib chiqadi. Umuman rivojlangan shaharlarni qaraydigan bo'lsak, ular ham aynan mana shu etaplarni o'z boshidan kechirib o'tishgan va keyinchalik tushunib yetishganki, shaharda hech qanday hududlar tekinga bo'lishi kerak emas. Qancha tekin bo'lsa, shuncha talab ortadi va shuning uchun tartibga solishning yagona yo'lini aynan mana shu pulli parkovkalardan ko'rishgan. Narx masalasi esa hanuz hal qilinmagan. Toshkentdagi narxni Markaziy Osiyodagi boshqa shahardagilar bilan taqqoslab ko'ramiz. Ostonada 1 soatlik to'xtash 500 tenge, ya'ni 10 ming so'm. Bishkekda esa 30 so'm, ya'ni 3800 so'm. Almatida 400 tenge, ya'ni 8000 so'm atrofida. Toshkent esa 12 ming so'm bilan bu ro'yxatda eng yuqori o'rinda turibdi. Antiqa auksion g'olibi bo'lgan xususiy operator va hokimiyat o'rtasida parkovka tushumlari qanday taqsimlanishi bo'yicha shartnoma shartlari jamoatchilikka oshkorlanmagan. Bizning xatoyimiz birinchi xato emas-da. Bundan bir necha yillar, bir 5-6 yillar pandemiyadan avval Qozog'istonning eski poytaxti, janubiy poytaxti Almatida ham xuddi shunaqa qilinganda, O'zbekiston qilgan, Toshkentda qilingan xatolar qilingan. Va oxir oqibatda parkovka tizimini yo'lga qo'ya olmagach, o'sha xususiy operator davlat olgan o'ziga shu funksiyani oxir oqibatda. Men mana shu pulli parkovka tizimi tashkil etilgandan keyin bu tizim qanday ishlayotganidan hali xabardor emasman. Nima natijalar ko'rsatdi, byudjetga qancha pul tushdi, o'zlari operator sifatida qancha mablag'ga ega bo'ldi, bularning natijadorligi qanday bo'ldi, mana shu pulli parkovkalar tizimi tashkil etilgan ko'chalarda tirbandliklar qanchaga kamaydi, biror bir nimani ko'rganim yo'qman-da. O'sha shahar markazidagi ko'chalar o'sha eskidan qanday parkovka sifatida ishlatilish kelgan bo'lsa, hozir ham xuddi shu. Hozir o'zingiz kerak bo'lsa, shu Nuroniylar ko'chasi, Buxoro ko'chasi, Shevchenko ko'chasi bo'yicha yurib ko'rishingiz mumkin-da. Butun bir ko'cha bittadan yo'lga qoldirilgan parkovkaga aylangan. U pulli parkovka tizimi qanday ishlayapti, ishlaymayapti men bilmayman, to'g'risi. Bunga bir kompleks yondashuvli bir analiz kerak bo'ladi. Odatda bir bilmayman, bu investitsion shartlarda o'sha g'olib bo'lgan operator bilan tuzilgan shartnomada aks etganmi yo'qmi, ya'ni majburiyatlar sifatida. Oylik, choraklik, ya'ni bu
ijtimoiy xizmat ko'rsatyapti poytaxtliklarga, poytaxt mehmonlariga. Tushumlari haqida, jarimalar haqida, chunki mashinasini qo'yib turib pulini to'lamagan bo'lsa, o'z-o'zidan jarima to'lash kerak. To'g'rimi? Ma'lum bir vaqtdan keyin. Yoki o'sha atrofdagi odamlar qanday foydalanyapti? Mana hozir yaqinda o'zgarish kiritishdi. Tungi vaqtlarda, ya'ni kechqurun soat agar adashmasam 10 dan ertalab soat 7-8 gacha o'sha hududlarda, parkovka ko'chalardagi hududlarda mahalliy aholi bepul foydalanishi mumkin deyildi. Bu tizim qanday ishlayapti? Ular qanday o'zini huquqini namoyon qilyapti? Ya'ni o'sha hududda yashashini nima bilan ular nima qiladi? Propiskasi bilanmi? Boshlasidan ro'yxatga olingan joyi bilanmi? Nima bilan identifikatsiya qiladi? Chunki aytaylik o'sha hududda yashab turib, propiskasi boshqa hududda bo'lishi mumkin. U yana bir narsa. Nogironlar uchun, imkoniyati cheklanganlar uchun zaxiralangan parkovka zonalari qanday ishlayapti? Qancha foydalanyapti ular? Rostdan foydalanyaptimi yoki yo'qmi? Yoki galochka uchunmi? Ya'ni tizim qanday ishlayotganidan bexabarman. Va endi tasavvur qiling, Toshkent shahridagi xatolar inobatga olinmasdan boshqa shaharlarda ham xuddi shunaqa xatolarga yo'l qo'yilsa, bizim muammomiz kamaymaydi, faqat ko'payib boradi. Moliyaviy hisob-kitoblar, to'lov daromadlari va soliq hisobotlari e'lon qilinmayotgani tizimning shaffof emasligini yanada kuchaytiradi. Jamoatchilik hamon savol bilan qolmoqda. Pullik parkovka kimning manfaatiga xizmat qilmoqda? Shaharningmi yoki kimningdir biznesining? Biz bu mavzuga yana qaytamiz. Unda ikkinchi va uchinchi tomonning fikrlariga quloq tutamiz.